Assalamu alaikum bizning kanalning ko'ruvchilari. Biz bugun O'zgan mol bozoridagi qo'ylarning aldı satı baholari qanday ekanini bildirmoqchimiz. Xudosorlarga oldin ola kechirim so'raymiz. Ananasi boshlaylik. Ikki qo'zi yo'qotang urgancha ekan 5,5 ming so'mdan deydi. Bularni. Bu qo'ydi. Qo'chqor ekan az ko'ramiz. Bu qo'chqor ekan 2 tushdi. 7,5 ming so'mga olindi hozir. Men oldimda. 6 tushdi qo'y bu. 11 ming so'mga deydi. Semiz qo'y ekan o'sha qimmat. Bo'z suvgacha narxi qo'y 2 tish 7 ming so'm deydi. Tuğanlar 4 tishli qo'y ekan, bolusi 7600 so'm deydi. Semiz ko'rgandek. Bu qo'chqor tish buzali ekan, o'zi 15 mingga olindi. Desitina cho'ng qo'chqor, o'zinglar ko'rib turasizlar. Tish buzali o'zi 15 ming so'm. Bu qizil qo'chqor, o'zi tish buzali ekan, 10 ming so'm deydi. 8 ming so'm berdi, bermaydi. Daha ikisini veresin deydi. Alttan qaraganda bunda buyruğu var. Bu qo'chqor Tojikistonning Bisar qo'chqorlaridan deydi. 4 tish ekan, 30 ming so'm dedi. Desitina cho'ng. Alttan qaraganda qo'y, ko'rinsa cho'ng qo'chqor, boshdan yavoy cho'ng ekan, boshini tutdim. Boshida ko'rtolsa, boshida cho'ng 30 ming so'm. Qizil qo'chqorni 8 ming so'm dedi, narxini 12 ming so'mga berim deydi, baylab oldi dedi. Ekodan qo'zi tishlari buzilak. Bunlar desitina semiz. Bunlar qo'chqorlar tish 2 tishdan ekan. 13 ming so'mdan deydi. Har birine shtuğunu. Alırlar ne istiyor? Bular desitina bağlan qo'chqorlar qo'yilganda dayak. Har birine 13 ming so'mdan deydi. Bunlar bu 2 tishi so'luq ekan. 12,5 ming so'm buni bermaydi. Gördüğünüz desitina cho'ng Tojikistonning Bisar qo'ylaridan berdi. 12,5 ming so'm buni bermaydi. 2 tishli ekan. Jarımga yaktan alıp aldım. Boşanış kaldı. Bu qo'zi qo'chqor 16 ming so'm deydi. Buna desitina ko'rganda cho'ng buyruq bor. 2 tish bu. Buna boshi 16 ming so'm deydi. Bu qo'chqorlar 4 tishdan ekan, 28 mingdan deydi. Buyrug'ini o'zinglar ko'rganda ayoy cho'ng. Bundan 28 ming so'm, 20 ming, 20,5 berdi, bermaydi ko'rasizlar. 20 ming 500 berdi, buni qo'chqorga bermaydi. 28 ming ishga berasizlar. 2 tishli, 4 tishli qo'chqor bor. Bu qo'chqorni 22 ming deydi, 4 tish ekan. Bular ikisidan arzonroq deb qo'ydi. Bulardan 4 tishdan qo'chqorlar bog'idagi. Boshi. Narxi cho'ngni 22 ming, bularni kechini arzonroq qilib beraman deydi. Tuğanlar buna qora qo'chqor 6 tish ekan, 30 ming so'm deydi. Buyrug'ini artdan ko'rganda cho'ng. Bularda da o'shandaydi, biroq kechiniroq bo'lgani uchun bularni 30 mingdan deydi. 2 tish dedi. Shunday o'shal. Bu qo'yli 20 ming dedi, qo'chqordi, janoran sheriga narxidan. Buni 30 deb o'tgan qo'chqor. Tish buzali qo'chqor 12 ming so'm deydi. Ko'rganingizdek semiz. Shu qo'chqorni 12 ming so'm deydi. Tish jaralik, em jarat olib, yil 2 tish bo'ladi. Tuğanlar bu yerda 7 bosh qo'chqorlar 2 tishli bir arasında biri 4 tish dedi. 13 mingdan berdi. Esi 15 dan deb turadi, bermaydi. 7 boshni 13,5 dan berib o'tadi har birine. 13 dan kechirasizlar, 13 dan berdi. Kichina beresin deb turadi. 13 mingdan berdi 7 boshqa. Qatorali. Cho'ng kichinasini qarabasdan 15 mingdan beresin olib ketaver deb turadi. O'zbek burg'achi qo'zi qora bilan qizil chekadagi 5 ming so'mdan deydi har biri. Bu yerda 19 bosh qo'chqorlar baylanib turadi. 2 tishlisi bor, 2 tish bolaligi bor. Bari bilqi 2 tishli qo'ylar, qo'zlardan aytganda. Qo'chqor qator 11 dan beraman deydi. Cho'ng ichinasini qarabasdan. Qo'ylar yo'q.
Bağlan koçkorlar özüne görgön değil. Jana 11 mingden de atkan koçkorlar 95 mingden 9500'den berip dip katarırlar. Bana bermedik dedi. Bir de 19 baş koçkor. Sesitler koçkorlar çoğun koçkor boğray bular. Koysanızlar soğunga daga dayar 11 ming so'mdan deydi Qatar.